Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2021-yili 1-ayning 1 kuni. Oldi bilan hammanglarniki yangi yil bayramlarini tabriklayman. Muborak bo'lsin. Shunda qilib 2020-yili mayli biz uchun bo'lsin, dunyo uchun bo'lsin, aytib bir nurg'un ishlar yuz bergan bir yil bo'ldi. Bo'libmi Xitoy virusiniki ta'siri bilan bütün dünya boyunca kişilarniki turmuşda pek çok özgürlük ketdi. Endi Uyg'urlarniki masalasiga kelsak, bizning vatan ahvoli butunlay texmo burunga qaragancha nacharlashib mangdi. Hozir Xitoy hukumati Uyg'urlarga qaratgan siyosatini asosiyatan to'solg'isiz yapmag'adigan bir holat shakllandi. Shunga vatan ahvoli nacharlashib ketdi. Xudoyim bo'lsa 2021-yili biz uchun bir xayrlik bir yil bo'lg'isi. Degan sizlarni yana shu Amerikadagi saylam ishlari haqida ozroqcha uchurlarni ta'minlab qo'yay deb chiqishim. Hozir xabarlar bek ko'p, ishlar bek ko'p, nihoyatda ko'p ishlar yuz berib bordi. Amerikadagi saylamni cho'r degan holda. Shunga hozirmi bu ishlarni to'g'ri tushunib menish intayin qiyin. Sizlarni ko'p qaymoqtirib qo'ymaslik uchun imkon bor Amerikaniki sirtidagilar bilan munosabatliroq mazmunni dey qolgan bir qism ishlarni demayman. Masalan, Amerikadagi davlat mudofaa hamjurti qatorliq buniki ahvoli degandek ishlar ular biroz murakkab, chet eldagilar uchun bek muhim emas. Endi hozirgi yaqinqi ahvol nima desanglar, bu qatimki Amerikadagi prezidentlik saylamida yuz bergan saxtapazliklar hozir to'xtamay yenidan fosh bo'lyotdi. Ajoyib ishlar o'tirib chiqyotdi. Yana bir qancha parcha yangi tekshirish doklatlari o'tirib chiqdi. Masalan, Kaliforniyadan Arizonaga aeroplan bilan bilet tushib qolgan ahvol bor ekan. Odatda bu prezidentlik saylamida Amerikada bütün mamlakat bo'yicha bir tutash bilet chiqarib taqatmaydi. Her bir shtat o'z oldiga bosildi biletni. İşte bu boshqa Kaliforniyadan Arizona bilet yapadi degan gap, buncha bir saxtapazlik bor degan gap. Andan keyin Georgia shtatiniki Fulton degan shaharda nima demokratlarga bosgan bilet bilan republikalarga bosgan bilet o'xshamaydi ekan. Farq bor ekan. İşte bo'lganda demokratlarniki bildi aynan sanab cumhuriyetçilarniki bildi kelgan chog'da shu Dominion degan mashinaniki iqtidorlarni o'zgartirish orqali bir qism millatlarni hisoblamaslik yoki uni Bidenga o'zgartirib berish sirini qilar ekan endi. Mana ishlarim fosh bo'lyotdi yaqin yoqi. Shunga hozir agarda hozir cho'ng masala nima desanglar, bu qatimki saylamda yuz bergan saxtapazliklar haqidagi isbotlar intayin ko'p. Lekin bir cho'ng masala hozir mana shu sotchilar isbotlarni ko'rolmayotgan ahvol bak og'ir. Uni ko'rmagandan keyin yo'lida hukm chiqarmay turayotgan ahvol bak og'ir. Shunga bu yil 2020-yili hammamiz uchun bir ko'zimiz ochilgan yangidan bir yil bo'ldi. Dunyoniki bu darajada cheklashib ketganligi Amerikaniki odam burun faraz qilolmaydi. Bu qatim ajoyib ishlar o'tirib chiqdi. Agarda shu hozirgi saylamdagi saxtapazliklarni sotlar agar e'tirof qilib yo'lda hukm chiqarsa, Donald Trump intayin oson o'tib ketadi. Men o'tgan haftada bir sonni xato deb bilibman. Donald Trumpniki o'tgan bilet soni 74 milyon. Hozir Biden'ni kutgan soni 82 milyon mu aşağırak. Lekin Amerika'nın bütün davlat bo'yicha saylamga qatnashadiganga tizimlatgan nüfusniki soni 133 milyon. Aşağı bo'lganda Donald Trump 74 milyon olsa Biden'ga 59 milyon qoldi degan gap. O'tgan 69 milyon deb xato deb qo'yibman. 59 milyon qoldi degan gap. Bu bir tüp paket bo'lib, buni hech qanday o'rgatmaydigan bir narsa. Aşağı bu boshqa agar bu qadar saxtliklar tuzitilsa, Donald Trump intayin oson o'tib ketadi. Hozir yaqinda muavin prezident
Pence haqida bir qism gaplar o'tirg'a chiqdi. Oniki birisini men o'tgan qatorda programda degan 12-23 kuni Pence bir qism shtatlardan kelgan millatlarni e'tirof qilishga bo'lmaydi deb qaytarib o'tish huquqi bor edi. 12-23 kuni masalan hozir talash tortish qolgan soxtapaliklar ig'irda yuz bergan 6 shtat, lekin Pence unda qilmadi. Undan keyin Teksasdagi bir Cumhuriyetçi Avam palatasi a'zosi bilan yerlik Cumhuriyetçi partiyaniki a'zolaridan qo'shilib 11 adam, 12 adam qo'shilib Pence'ning ustidan arz qildi yaqinda. U arz nima desanglar, birinchi ayning 6 kuni biletni ochgan vaqtida Pence shu hozir tartib qilinayotgan ig'ir darajada soxtapazlik yuz bergan 6 shtatniki biltini e'tirof qilmasin, uni rad qilsin degan narsa bilan Pence ustidan arz qildi bular. Asosligi hamda shu birinchi ayning 6 kuni kutmagan bir narsa chiqib qolmasin. Bu birisi, ikkinchisi Pence'ga biroz ilhom bo'lsin deb atrofimizda biz bor chin turgan ishingni yo'ldan qilgin degandek ashta bir ma'noda bu azn sunib ekan Teksasniki federal sotiga. Tunugilardan deyman, Pence u sotdan shu nimani arzni rad qilib etishni talab qilibdi. Maqsadini qilolmaydi. Biroz tushunish tasirroq bo'lgan ishlarni. Birinchi ayning 6 kuni hozir Pence'ning qo'lidagi huquq bak cho'ng. Birinchi ayning 6 kuni muavin prezident Pence shu talash tortish qilib qolgan shtatlarniki soxtapazlik yuz bergan shtatlarniki biltini rad qilib etish huquqi bor. Shuni qilamdi qilmamdi degan bir savol bor. Meningcha cho'qim qildi deb o'ylayman. Lekin hozir kishilar orasida bir qism andishalar bor endi. Taki yaqingachilik Pence bu qadimki saylamda bizmi birmi qonunli tashlagan millatni tashlab qo'ymaymiz, birmi qonunsiz tashlagan millatlarni hisoblamaymiz degan gaplarni qayta deb keldi. Yaqinda Georgia berib so'zlagan bu gaplarni degan. Ashta boshqa bu kishiniki nayt kuchlik xristian diniy asosi bor, nayt sapasi yuqori kishi bu. Anadagi nayt pokis shu axloq obujatdan intayin pokis, hech qanday ishlari yo'q. Iqtisodiyotimi Amerikadagi kambag'allarniki birisi bu kishi mening o'tgan anglashimda butun mulki bir $50,000 chiqqan degan mulk bor ekan deb. Yoki qo'ldagi pul shunchalik mashindaq Amerikaniki qolgan nurg'un siyosatlarni seçtiğince bu kişinin aytib bir pokiz adam endi. Aşağı boshqa 6-chilar cho'qim o'ziniki prinsipi maydonda chiqib turib bu ishni to'g'ri bir taraf qildi deb o'ylayman. Ashnaqdimi yaqinda bir qism gaplar o'tirib chiqdi. Buni masalan bir deb qo'ydim. Ondan keyin yaqinda Trump Georgia shtatidagi shtat boshlig'i Kempni xizmatidan istifa bersin deb Twitterga yozdi. Bu Georgia shtatniki shtat boshlig'i Cumhuriyetçi partiyaning adimi. Shtatniki bosh sekretari mashundaq. Secretary of State degan kishi mi? Cumhuriyetçi. Lekin bu ikkisi birlashib olib, nayt izchil turda Trumpga qarshi ishlarni olib beryotdi. Mushqatdan soxtapazliklarni besib, yushirib, yana shu soxtapazlik qo'shilib qolgan millatlarni federal hokimiyatga yo'llash jihatlarida bu ishni to'psak cho'ng. Ashta boshqa andaligi Linwood degan advokat allaqachon bu ikkisi turmaga kirdi deb bo'ldi qaytma chiqadim. Turmaga kirdi bular jinoyatchilar deb. Hozir yangidan chiqqan bir ish Georgia shtatidagi bosh sekretarining inisi Xitoy ishlaydi ekan. Bu Xitoy hukumat uchun ishlagan odam ekan. Umuman mushqatimqa saylamda ko'rilgan normalsizliklar ashniki aslini tashvisa chuqum bu ishlar Xitoy bilan munosabatli bo'lib chiqadi. Xitoyda savdosi va Xitoydan pul olgan, Xitoydan ish qilib Xitoyga bog'lanib qolgan odamlarning hammasi mushqatimqi saylamda soxtapazlik yapaqanlarmi shu oliy sotdan tortib sotlarning ichidagi shu haqqoniyat taraf tutmay adolatsizlik qilayotgan boshqa kishilarning tashvisi hamsiniki Xitoy bilan munosabat bo'lib chiqyapti hozir. Shunga bu ahvollarni aytdi. Ig'ir Xitoyniki qaysi darajada Amerika hokimiyatiga singib kirganligini ko'rsatib turdi.
Şuna bu işler yine toxtamay paş bolatıdı. Şimdi keyinki bir mühim nokta birinci ayının 6. gündeki iş. Birinci ayının 6. günü Avam Palatası ve Kengeş Palatası birleşme yığını açıdı. Şu günkü yığında muavin prezident Pence şu 50 ştatdan kelgen saylan biletlerini libabısını açıdı. Bunun içinde xabarlarda var. Qağaldırılı doğruluq anca gap yo'q, lekin 7 shtatniki bilti haqida nima var? Munozara bor. Birlikka gap qilinmagan. Bu 7 shtatniki rasmiy shtatlarniki shu saylanmaga mas'ul kishilari yo'llagan biletmi bor, andan keyin unga qarshi jumhuriyatchilar yo'llagan biletmi bor. İkisi bir-biriga o'xshamaydi. Birinchisi Baydenga, ikkinchisi Trumpga mangan endi. Anda hozir eng muhim masala shu kunisi mushbilatlarniki taqdir qanday bo'ladi degan masala intayin bir muhim nuqta keyingi. Kelar chorshanba kuni 6 bo'ldi ekan Cheslaga Donald Trump shu kunisi Amerika xalqini Washington DC'ga berib namoyish qilishga chaqirdi. Hozirgi mo'ljalda 1 milliondan ko'p odamlar berish mumkin deydi oldimizlar. Xalqlar allaqachon hozir odamlarni beshi berishga boshlab bo'pti nima deganda unchalik qadam biroqlam deysiga bo'lsa bilet narsalar qisib ketadi ekan mashaqdan bordiganlarga shuni oldi berish boshlabdi. Yana bir tarafdan demokratchilar buni to'sishga boshlabdi. Hozir har xil to'sqinlarni paydo qilib shu kundagi shu yig'ilishni epolmaslik qatnash ishlarini kelmadi aeroplan poyezd optiz deganda helaga bilet besmish deb shu kunsi DC'ga bordiganlarga bilet bermas deganda bir şey qilib turibdi. Bu ishlarni bo'g'il turibdi. Shunga endi bu namoyish chuqur bo'ldi deb o'ylayman men. Uni to'sib bo'lmaydi. Nimishqa ish kam degan joyda o DC'ning atrofida mashinalar bog'ilgan shtatlar bor. Boshqa boshqa shular o'simi bordi deb. Endi bu yerdagi muhim bir masala nima uchun Donald Trump 6-chilar shunchalarcha odamniki DC'ga berib namoyish qilishni chaqirdi degan masala bor. Hozir endi men bu izchil ishlanib keldim. Hozir ishlama haqqoniyat, adolatlik Donald Trump tarafda. Yana bir taraf yolg'onchilik qildi bu qatam saylamda. Ashta bu boshqa xalqniki irodasi, xalq o'zining irodasini bir namoyon qilsin 6-chilar deb shuni chaqiryotdi. U kunisi 538 nafar Avam Kengash Palatasiniki a'zolarining hammasi bordi deysiga shu yig'in kirdi. U chaqda o'sha kirish uchun 1 million odamning orasidan o'tib kirdigan ish bo'lsa, bu bir ajoyib ish bo'ldi. Uni ko'rgan odam hech bo'lmagan chaqda haqiqat tarafga ozroq qaytishga majbur bo'ldi deb o'ylayman. Donald Trumpniki ko'z tutgan ishimiz shu. Endi o kundagi yig'inda bo'lgan bir ish, agar shuni biletlarni ochgan vaqtida senator tarafdan, Kengash Palatasi tarafdan bir odam, ondan keyin Avam Palatasi tarafdan bir odam agar qarshi tursa, ma'lum bir shtatniki bildiga shu shtatniki bildini rad qilib bu ishni qayta bir taraf qilmasa bo'lmaydi. Hozir buningga oshkora biz qarshi turamiz deb o'zini e'lon qilgan Cumhuriyetçi partiyaniki Avam palata a'zolaridan 100 dan ko'p odam chiqib bo'ldi hozir. O'zini oshkora e'lon qilganlar. Toki shu yaqinga qadar senatorlardan chiqmagandi, Kengash Palatasidan odam chiqmagan. Bir kun bir kishi o'zini e'lon qildi. Men qarshi turaman, qarshi chiqaman. 6 shtatniki bildiga, 7 shtatni bildiga. Bu birinchi odam. Mening farzimcha 6-chilarda chiqadiganlar bundan ko'p. Hozir bir qism odamlar o'zini e'lon qilmayotdi. Nima ish qilgan chog'da shu Trump tarafda turgan nurg'un odamlar hujum uchrab ketdi. Har xil tahdidga uchrab ketdi. Boshda bu boshqa bir qism odamlar bu gaplarni hozir demay turib, shu yig'in bo'lgan kunisi o'tirib chiqdi deb o'ylayman men. Meniki orzum shu, amaliyat mashaq bo'ladi deb o'ylayman. Ishqilib 6-chilardagi konkret ahvollar qanday bo'ladi, bu taz aniq emas. Hozir o'tganda men deb kelyapman, Amerika xalqiniki eng bak yuqori bo'libmi, vatanparvar xalqlarniki eng bak yuqori. Andikin ularning ko'pincha dindor, xristian g'ishindi. Amerika bir xristian davlati, 61% odam xristian din g'ishindi bu davlatda. Ular agar Amerikada
haqqoniyat, adolatlik oqmaydi ekan, buzg'unchiga uchraydi ekan, bu xalq jim yotmaydi deb o'ylayman men. Chuqur boshqa ishlar yuz berib ketadi. Yaqinda ancha-muncha ishlar yuz beryotidi. Masalan, Nashville degan shaharda bir mashina portladi. Sizlar ehtimol oldinglar bu xabarni. Mashina portlab, buni zodi kim qildi, nima maqsad qildi deb aniq bo'lolmadi. Endi shuning qashida AT&T degan telefon shirkatiniki bir binosi bor ekan. Shu binomi shu qismliq saylamniki bir qismliq soliq separlarini bitirib qolgan uskunalar shu yerning ichida ekan degan gap bor. Shuni maqsad qilgan qilolmaydi. Yambriyada bir basma zavodi kuyib ketdi. Bu basma zavodida shu bu qismliq saylam biletlarini basgan mashinalarmi bor ekan buning ichida. Lekin kuygan vaqtida u mashinaniki hech qanday narsa qolmabdi. Qo'rqlan. Açtaq vəşki kuyib ketdi, tüptü bizden bo'lib. Şunu bu yerda bu kişilerde biraz gumon qo'zg'ayotidu. Mana ancha-muncha ishlar bo'lyotidi. Xudoyim bilsa bundan cho'ng ish bo'lib ketmasin, mening orzuyim. Lekin qanday bo'lib qilolmaydi. Endi bu qadimki bugungi videoda men qarindoshlar deb qo'yganim hozirgi bu Trumpning tutgan yo'li haqida har qism farazlar o'tirib tushyotidi. Trump zaten nima qilmoqchi degan ish to'g'riliq. Men o'zim qabul qilgan bir tarafi bor buniki. Xuslan Trumpmi burun harbiy maktabda o'qigan odam. New York Military Academy degan maktabni bitirgan. O'zi harbiyda o'qigan. Ondan keyin aqlli odam bu. Naytilqi kishilarniki aqlli ko'rsatkichida bir soni bor, bu kishiniki nayt yuqori. 100 deguncha 160 dan yuqori benda deb shularni anlaganman. Hatta o'zi aqlli. Andaki aile terbiyesi mi belki yaxşıken bununki dadısınamı şu iş qandaq bir qanunga xiloflik qilgan undaq bir ishlar bo'lgan emasken. Balalarni belki isil terbiyelegenken dadısını tatib o'zlari korxonchi setib deganda bo'lgan oila ekan. Şu an Donald Trump mashlab bir oila cho'nglik hozir qadar u jihatda shu korxonchilik mushtaşlar kelgan joyda u bu ishlarga kirgan emasga qat'iy Andaki qarpul deb hashlaydigan ishlar yo'q ekan. Burunqi shu pul topgan vaqtlar qarasanglarmi, anayt bir qism yerlarga anayt ko'p pullarni yig'ini qilib boshqa ishlar bor ekan. Endi bu odam o'zi aqlli bo'lg'achqa hozir ba'zilar deydi, Donald Trump Sunzi Binfa deydi. Sunzi harbiy dasturi degan bu chiqyotidi. Bir pay o'q chiqamay dushmanni yengish chorasini qo'llanayotidi degan bir gap bor. Hozir nurg'un kishilarniki umid qilgani Donald Trump bir harbiy holat yurgizib, oldiqlarni qo'lga olib, saylovni qayta qilib, bu saylov bitlar 10-sikan deydi. Buni nurg'un umid qildi. Lekin endi o'zingiz bilsizlar, buniki maslahati intan yuqori ish. Mayli Amerika miqyosida bo'lsin yoki butun dunyo miqyosida bo'lsin, bu maslahati intan yuqori ish. Meniki shaxsan kuzatishimcha Donald Trump oldi bilan bütün kanuni tedbirlerinin hemen sınamakçı. Bütün kanuni tedbirlerini. Onu sınap, eğer ular ünüm vermeye kalsa, anından keyin harbiy holat yurgizib, bir kısım adamlarını harbiy sotqa tartish mumkin. Buniki başlanışıymış, birinci ayın 6. günden başlandı. Birinci ayın 6. gündeki bulduğu iş, kanuni yol, kanuni tedbirlerinki en ahırkı basqıçları bu kalıdı benim farzimce. Açta bu kalsa, ondan keyin 20 slagçıda keyin 2 hafta vaqt var. Mush vaqtda Donald Trump boshqa ishlarni qiladi deb o'ylayman men. Qanday qiladi deganda endi nima natija bo'lar birinchi 6 kuni. Degan vaqtida agarda mush 7 shtatniki bileti qabul qilinmasa, qayta Avam palatasi bilan Kengash palatasida qayta saylov bo'lishi mumkin. Avam palatasida bir shtatga bir bilet, Kengash palatasida bir odamga bir bilet deganda Avam palatasi prezidentni, Kengash palatasi ma'mur prezidentni saylaydigan ish bo'lishi mumkin. Bu birinchi ehtimollik. Agar u ishlar bo'lmay qolsa, harbiy holat yurgizib, bir qism odamlarni harbiy sotqa tortib, Amerika bo'yicha butun saylovni qayta yapib berish. Bu ish bo'lishi mumkin. Bu ikkinchi xil ehtimollik. Yana bir ehtimollik, bu yaqinda burunqi Amerikaniki bir qism o'qitgan cho'ng amaldorlarniki ko'p va ishlari pash bo'lyapti hozir. Masalan, Obama'niki, Hillary'niki,
Biden'niki aniki McConnell ma'u senatorlarniki köp sалық senatorlarning boshlig'i o'zi jumuriyatchi, lekin yaqinda Donald Trump'ning yuzi o'rdi bu. Bu kishiniki ayoli Xitoy. Ashtaq bularning nurg'un ishlari pash bo'lyotdi. Hozirda 2 kun oldida Obama prezident vaqtida mana shu O'rta Sharqdagi ba'zi cho'ng terrorlik tashkilotlarga pul ajratgan ishlar pash bo'lyotdi hozir. Anadan keyin shu Donald Trump prezident bo'lgan vaqtdan keyin Donald Trump uchun ishlagan bir necha odamlarni sudga tortib kesib etgan. Bundagi birisi Michael Flynn degan general, yana birisi Donald Trumpga ayni vaqtda shu campaign'niki boshlig'i bo'lgan, menejersi bo'lgan odam bor. U odamlarni ikkisini kesib etgan. Bular 4 yildagi turmada yaqinda Donald Trump bularniki gunohini apil qilyapti. Har bir Amerika prezidenti 4 yil ishlab bo'lgandan keyin 4 yil ishlab bo'lib huquqni oldigan vaqtida bir qism odamlarniki jinoyatlarni apil qilib 12 odam mening bilishimcha, buning ichida 2 odam bor. Bular hozir chiqqandan keyin nihoyatda qattiq yo'l tutyotdi. General Michael Flynn muba, anikin yana bir o'zi tig Rossiyalik deb, u kishini Rossiyaga bog'liq deb uni kesib etgan. U chiqib, hozir u odam chiqib, Obama qatorliq 9 odam ustidan arz qildi u odam. U odam bak yomon odamga, intayin aqlliq bo'libmi, uchur to'plashga kelgan chog'da nihoyat chunqur ko'milib qolgan narsalarni tepib chiqargan odamga bu. 9 odamning ustidan arz qildi, buning ichida Hillary, Obamalarmi bor mening anglashimcha, cho'ng amaldorlar bor. Ashta bo'yotdi. Endi Bidenning kimning ig'ir masalalari bor, o'g'ilniki kompyutersi hozir Amerika hukumatining qo'lida. Ashta boshqa bu ishlarni butunlay agar ichvasa, masalan Bidenniki, shaxsan Bidenniki u Xitoyga bog'lanib qolganligi uchun prezident bo'lib menish mumkin bo'lmay qolish ehtimolliklari bor. Xitoyga bog'langan bir odam Amerika huquqi qo'ysa nima ish bo'ladi, bilasizlar buni. Endi mushtaq 3 xil ahvol bor. Lekin bu yerda bizniki eng ishonchga tegishli bir ishimiz albatta degandek, Amerika xalqi agar haqqoniyat, adolatlik Amerikada hukm surmaydi ekan, bular jim turmaydi. Oxiri shu hukm suradigan ahvolni vujudga keltirishlik bular tirishidi. Ashta boshqa bu yil 1-20 kuni chuqur saylam oxirlashib bir prezident, yangi prezident vujudga kelamadi, kamamda buni bilmaymiz. Amerikadagi asos qonuni bo'yicha shu kunsi yangi prezident vujudga kelish kerak. Qolgan nurg'un kunlar asos qonundagi kunlar emas u. Keyin hukumat belgilagan kunlar. Lekin 1-20 kuni aslida chuqur yangi prezident huquq chiqish kerak endi. Shunchaki bu ish tugamda huquq bo'lmaydi. Lekin meniki ishongan bir yerim hozirgi butun pash bo'lgan ahvollarga asoslangan chog'da haqqoniyat, haqiqat Donald Trump tarafda. Lekin Donald Trump'mu ular Donald Trump'niki ish qilish usuli, aqli, bu jihatni qaragan chog'da bu odam chuqur 1-6 kundan keyin bu ishlarni to'g'ri bir taraf qildi deb o'ylayman. Esinglarga solib qo'yay, 2018-yili Donald Trump shu Amerikaniki saylovlarga chet el hukumati aralashsa, uni qanday bir taraf qildiganligi haqida bir ma'muriy buyruq chiqargan. Shunga mushtaq qilgan odamlarning hammasini davlatga oslik qilgan jinoyat bilan jazolaydi. Shu ma'muriy buyruq bo'yicha. Bu Donald Trump bu ishlarni 2018-yilda qilib ketdi. Burungi bizda ahvollarga qarab turib. Shunga hozir endi bu o'tgan yilgi 2020-yildagi saylovga Xitoyniki qo'l tiqqanligi aniq. Ondaki bunga sherik bo'lib bergan Amerikadagi nurg'un amaldorlar bor, bir qism amaldorlar bor. Ashta boshqa bularning hammasi hozir davlatga oslik qilish jinoyatni o'tkazdi degan gap. Ashta boshqa bu ishlarni menimcha Donald Trump chuqur bir taraf qilib, to'g'ri bir taraf qilib, oxirida o'zi 4 yil prezident bo'ldi deb o'ylayman men shaxsan. Meniki umumiy tushuncham shu. Shu ahvollarni sizlarga bir deb qo'ydim. Xudoyim bursa, shu oldimizga chorshanba kuni endi bir qism ahvollarni tushunamiz. Shunga bugungi program bak uzun emas, endi nurg'un ishlar bor. Masalan, bundan 600 yil burun 2021-yili dunyoda nima ish bo'lganligini faraz qilgan bir odam bor ekan. Fransiyalik, doniq odamga bu.
kelgisi to'g'ri faraz o'tirib qo'yadigan kitob bor ekan bu haqda. Endi shunda 2021 yili dunyoniki aholisining yarmi o'lib tugaydi deb ekan shu virusning ishlarini shu joyda shu odam kitobida deganki bundan 600 yil burun endi rost shunday bilan bo'lmamdi uqmaymiz. Hozir endi virusning ishlari yana biroz murakkablashib ketib bordi. Xabarlarda bor nurviyalarda taqilib ketdi texmo yaqin yoqi andan yangi turi chiqdi bu virusniki. Meniki anlagan ba'zi gaplarimda Xitoylar shu dunyoga hukmronlik qilish uchun bu virusdan 27 xilni yasab chiqqan ekan degan gaplarmi bor. Bu ko'chki xabari jazmlashgan gap emas, men shunday anladim. Ammo bir qism ishlar keyin oshkor bo'ldi. Qaragan chog'da bu 2021 yilimi Moskvadan ancha qutlanmayotgandek turibmiz endi hozirgi ahvolga qaragan chog'da. Bu vaksina emlashniki qanchalik unum bo'ldi, bunikin oshkorlandi endi. Bo'lsa shu bir unum bersa biz shu o'zimizni emlab andan keyin burungi hayotimizni qaytsak degan umidda. Ya shunday bo'lib qolsa yana chet ellarga chiqib qarindoshlar kurashib boshlashim mumkin bo'ldi deb o'ylayman. Har holda umid bor tutib turaylik. Yana bir qism ishlar shu bulutmo emlash ishniki unimiy qatorliq ishlar, yangi virusniki ahvollari qatorliq ishlar shu oldimizdagi 1-2 oy ichida biroz aydinlashadi. Maqolamsa men bugun shuncha iklamkin so'zlab qo'yay. Yaqinda hozir dunyo bo'yicha uyg'urlashida nihoyatda cho'ng qo'zg'alish, uyg'onish bor. Hammadan ko'plagan odamlar qo'ldan kelgan ishlarni qilyotdi. Haqiqatan ashta qilmasaqmi bo'ladi. Buniki bir misoli Turkiyada Xitoy konsulxonasi oldida namoyish ep berayotgan qarindoshlar men ko'rdim ularning rasmlarini. Ashu 30-40 tak odamlarniki qo'lga ko'targan rasmlardankin Uyg'urlarniki sunib ketgan, yo'qolib ketganlariniki qaysi darajada ig'ir ekanligini ko'rib oladi. Bu mashinaning unum zo'r yaqinda xalqaro naytobdan tashkil qilinayotdi bu ishlar. Bu jihatdagi kurashlarimizni to'xtatib qo'ymaylik. Uyg'urlarniki taqdiri yana biz o'zimizning qo'lida. Chetadagilar biz kuchimizsak boshqalar bizdek kuchmaydi. Şunu bu jihatdagi ishlarni bundan keyin to'xtatib qo'ymaylik. Ma'qulamsa, har xo'sh, Allohga omonat, Xudoyim bursa, 6-yildan bir yangi xabarlar chiqadi.